Yaponiyaning Irago Koniyama tegidagi ibodatxonada Yokan ismli bir mashhur rahib o'tgan edi. Ammo odam qo'sqiga yanala bir narsa yeyishga to'g'ri keladi. Şuna Yukan Aqsaqalmı ba'zida sapal oyog'ini kiyib, kanatga berib, tavob qilg'ash kishilardan yordam so'raydi. Kim o tavlığan? Yohan Aqsaqalmı? Sili birdam saqlab tursila, Nami Amitabha, Nami Amitabha, Nami Amitabha. Az bo'p qoldi ko'ngillarga amsila. Nami Amitabha, Nami Amitabha. Aqsaqal, ajab obdan ketdila. Bu texi boy pishirgan nomi gurushni netdi, tetib baqsila. Ajab obdan bo'ldi. Qaraganda Yukan Aqsaqalning turmushi xili obdan o'tibasi kerak. Bak o'xshabdi. Butsatva, silimo tetib baqsila. Yokan Aqsaqal mashhur oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin u atoq obro'y qo'lashmaydi. U 18 yoshida oilasining mol-mulkini enisiga tashlab berib, o'z uyidan chiqib oddiy rahib bo'lib olgan edi. Keyin u shu davrdagi birinchi darajalik olim va oliy darajalik rahib bo'lib qoldi. Ammo u bu ishlarni qilchi sezmagandek oddiy sodda yashab ketaverdi. Nima degan esil gullar bu? Nima degan tez furqat? Yokan Aqsaqal uxlab qoldi. Çüş. Sizlermi tonlar? Qaranglar, men sizlarga top ağaç geldim. Ma'lum ba? Qaranglar, ma'ni o'ynaylar, bo'lamdi. Bolada top oynayli. Bolada. Bir, iki, qishqash qondi tarafqa. Bir, iki, qishqash qondi tarafqa. Oldu mu? Birden turib turing. Oldu mu? To'xtab turing. Oldu mu? Birden turib turing. Xeyli obdan müküptüm eme deymen. Kim? Nima adamsan? Müküşbek oynavatimiz. Yokan Aqsaqalkan sizda? Vallahi o'ylarga ketgili ne vaq? Ajab, ish uqmaydigan balla ekan juma bu. Yokan Aqsaqal, texi tamoq yemaganlar haqachon. Jislar, biznikiga berib, tamoq yeb keslar. Bo'lamdi? Men baxijil bo'lyapti men. Shunda qilib ular Yokanni obdan mehmon qilib yo'lga sepib qo'ydi. Mana endi u rozi bo'lgan holda daladagi chig'ir yo'l bilan uyga qaytib ketyapti. Kechda havo nima degan teyzi? Ajab rahatlandim ha. Keli, bu shumtekni og'ir tutadigan bo'ldik. U hayvon, men sana o'zimni bir tuntib qo'ymaydigan bo'lsam. Ay, mana. Ura. O'g'ri, aytimingni bir berib qo'ymasam seni ikkiye. Yokan Aqsaqalkan bu. Voyjon, ajab og'ir edi. Kechirdilar. Kechirgaylar. Biz sizlarni ziroat o'g'irlig'iga kelgan o'g'rimikin deb qopdik. Shundoq, raz Aqsaqal kechirsizlar bizni. Yo'qsu. O'zimdim mo ketdi. Yerim kechida etizliqda mangandan keyin o'g'ri demay nima deysizlar? Turinglar. Turinglar.
Kent o'tindagi kemichi kanmisi kent bo'yicha mijazi eng g'alati odam edi. U Yokanni bir odamning maqtig'ini anglasimi, xafa bo'lib ketadi. Sizningcha qandoqroq uni faqat ochiq kelmidi. Rost, ham mushatdoq, ham tabdoq. Mushkillar asosan Yokan haqiqatan katta erbotgan. Nima deding? Qanday arbab deding? O degan bir tilamchi shayx. Uqdingmi? Tilamchi. Ey, bo'ldi qil. U oliyjanob Ibrohim. Sen bir araqkash. Sen nimani bilading? Hey. Nima deding? Bo'ldi qil. Bo'ldi vaja. Bo'ldi. Mana, nimasi? G'alati mijozlik odamlarning hammasi shunday bo'lsa kerak. Kanmisi shundan tortib Yokanga texmi o'shib ketdi. Ammo Yokanning bundan qilchi xabari yo'q edi. Bir kuni Kanmisi. Meni daryodan o'tkazib qo'ysam bo'lamdi. Yaxshi. To'g'ri, o'zil tushdi mana. Bugun havo xili obdan bo'lyapti-da, ha? Yo'kan oqsoqol. Ha, havani aytdi obdan. kema daryoning o'ttirig'i bag'anda. Hey, o yoqqa qarang. O yoqqa. Ha? Nima? Qarang, anaqa. Hech nima yo'q-ku. Voy. Voy. Au. Vah. Voy. O'za. Qasimi uni o'ldirib qo'ysam o'likni tortib chiqishni o'zi bir avarchilik ish deb o'yldi-da, birdan qarab turgandan keyin kiyim palag'ining bir o'shini Yokanni qusnib berdi. Kanmisi, siz mening hayotimni qutqizib qoldingiz. Men sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Rahmat. Yokan oqsoqol xalqdan kaskemas gumonlanmaydigan oq ko'ngil odam edi. Arzu ishq ochdi. Ko'ngliga yig'ilib qolgan ochiqmi chiqdi. Ammo nima ish qildi? Kansimey bu yerda parishon o'tiribdi. Kanmisi, meni daryoning u qetiga yana siz o'tkazib qo'ysangiz bo'pti ekan. Kanmisi, Nima? mau may bo'lamdi ekan. Men buni Amsi men buni baya menga qilgan yaxshiligingiz uchun sovg'a qilay. Bu Xudoning iltifoti. bo'ldi. Menga buni sovg'a qilmasizlar. Men sizdan bugun ko'p minnatdor. Rahmat. Ma ishni. Voy, sho'r, qurg'ur. Kanmisi, bugun sana nim bo'ldi? Shuni deyman, uni chiroyim o'zgarib qopti-ku. Yo'kan oqsoqol boyimish o'tib ketib berib baqayli. Yo'kan oqsoqol! Kanmisi. Men bu meni billa ichayli deb akagan. Billa ichayli. Qanaq Yo'kan oqsoqol? Shundaqmi? Belli. Hozir vaqtida keldinglar. Meyga sizlarmi daxil bo'linglar, ha? Bu qandoq gap? Nima degan chiroyli oy chiqqan. Qani, ichinglar. Degan esilmay.
Yaponiyada Irago Koniyama'dagi kishilar Yokan Oqsoqol haqidagi bu hikoyani ta hozirga qadar aytib kelmoqda. 遊び好きだけどのっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私姫は大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してなんちゃら